Короче, вот серьезный аппарат полный var. Soat fonti emas, o'zi. Ruschani bilmaysan-ku, qanday tushuntirasan qornim og'riyapti? Qornim og'riganski deyman. Jiddiyroq boshqa kasblarlar ishga kirib, teatrlarda endi oylikni bilasiz. Yo eng zo'ri bo'lish kerak, yo eng pastidagi bo'lish kerak. Bu ish ishlaymiz, lekin sog'liqqa e'tibor bermaymiz. O'zbekiston havo yo'llari tushyapti. Men esa aeroportga kelyapman. Aeroportga kelish sababim esa O'zbekistondan mehmonlar kelyapti. Bu mehmonlarni esa video davomida ko'rsataman kimligini. Kechga qoldim chunki metro Azerki tomonidan 1 soatda 40 minut deganda yetib keldim. Впереди камера на 60. Har qadamda kamera. Так что shunaqa gaplar do'stlar. Bizlar kechki sayrda Assalomu alaykum, shef, yaxshimisiz? Bunaqa kamerachilar moda bo'pti-da, shef. Qalay, charchamayapsizlarmi? Akam kuzatishda davom etinglar. Birga katta yangilik qilganmiz. Tishga brilliant qo'yaylikmi deyapman. Marza qilib hozir mana Peter ko'chalarini aylanib yuribmiz. Belly nochda. Soat mana 12 bo'lyapti. 12 bo'lyapti, lekin hali kech bir şey demaydi. Bu qanday yashaysizlar sizlar? Kunduzi bilan farqiga bormasdan. Bitta akamiz farzandlari bilan kelibdi-da Peterga. Hozir aytayapti. Bolalarim uxlamayapti deydi. Yo, uxla kech bo'ldi-da, nima aldaysiz? Ko'cha yop-yorug'ku, kech bo'lgani yo'q deb uxlamayotgan ekan. Belly noch mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi mana 12 da sal kech tushdi. Mana sal bo'lsa ham kech tushdi. O'zbekistonda nima gaplar? O'zbekiston tinch. O'zbekistonda ham katta qurilishlar ketyapti. Xudo xolasa 4-5 yil ichida yangi O'zbekistonlar ham bitib qolsa, juda rivojlanish kuchli, ha? Va bizda turizm ham rivojlanyapti, har sohada rivojlanish bo'lyapti. Siz o'zi O'zbekiston qayerda? Samarqand. Samarqanddan qayerda? Imom al-Buxoriy, Chilek, qayeri. Bu chista Yevropada o'zi qarang. Yevropada. Chista. Maktabda nechiga o'qigansiz? 3 ga o'qiganman. Endi ayrim fanlardan 5, ayrim fanlardan 3. Endi o'bsh hammasi hisoblasak 3,5-4 ga o'qiganman-da. Sizchi? Men 4-sinfgacha 5 ga o'qiganman. 7-sinfgacha 4 ga o'qiganman. Keyin 3 ga o'qiganmiz. Gabi. Bu kasbga qiziqishingiz qachon sizda paydo bo'ldi? Men yoshligimdan, men sunnat to'yimdan boshlangan. Endi oldindan ham bog'cha paytidan ham tomoshalarga bir narsalarga chiqqanman. Endi men o'zim bilganim sunnat to'yimni artistlik qilasan deganman. Sunnat bo'lgani sabab bo'lganmi yoki sunnat to'y sabab? Sunnat to'yim sabab bo'lganda, o'sha artistlik qilasan deb yig'laganman. Endi u paytlar magnitofon bilan o'tkazilgan-ku. Men aytganman, yo'q, artistni o'zi kelib aytadi deganman-da. Artist kelib, keyin xizmat qilgandan keyin o'sha artistga qiziqishim paydo bo'lib, shunday sunnat to'yimdan keyin bir 10 kundan keyin hovlilarda qo'shiq aytib yurganman. Tohir Sodiqov bo'lib bolalar deb konsert berardim daraxtlarga. Yarim kechasi qo'shnilar bo'ldi, o'chir, bobir desa ham baqirib qo'shiq aytib yurganman-da. Shundan keyin ana bo'lgan. Oilada постоянно поддержка bo'lganmi? Sizda mana shu kasb tanlaganingizga yoki boshida menga tushunmaganlar ham bo'lganmi? San'at sohasida o'qishimga endi qarshiliklar ham bo'lgan. Sababi nimaga? Endi men foydamni o'ylab, endi san'at sohasida ishlar yo'q-ku, masalan, kam-ku, endi bunaqa daromadli ish. Qanday endi baribir o'sha mashhur darajasiga yetishib olsangiz, keyinchalik u daromad keladi. Endi shuning uchun o'ylanishgan. U ham 100 tadan bittada bo'ladi-da, endi u ham omad-da. Omad. Keyin boshqa payt endi teatrlarda ishlash. Teatrlarda endi oylikni bilasiz. Jiddiyroq boshqa kasblarlar ishga kirib, biron joyda ishlab, hokimiyatlarda ishlab, biron bir ishlar yoki neft gaz sohasiga topshirib deyishgan. Men yashirincha borib o'sha san'at institutiga topshirib kelganman. Keyin shu bilan yana san'atga kirdim. Kontrakt bo'lib qoldi. Orada o'sha paytda sal kontraktda sal qiynalib qolganman, lekin o'shanday podeshka bo'lib, ishonch bo'lgan uydagilarimda, endi asosan onamda ishonch bo'lgan.
Xudo xolasa bitirib olgan yaxshi bo'ladi. Keyin undan keyin biz ishladik, san'at sohasida ishladik. Rostdan haqiqatan oylik yo'q. Kvarplatingizga ham yetmaydi, yeb ichishingizga ham yetmaydi. Ijod qilish uchun esa obrazlar kerak, kerak, hech narsa yo'q. Короче, yashab yurdik, boshqa narsa qildik. Boshqa kasb tanlasak, hatto diplom bilan biror joyda ishlasak ham stabil oylik kelib turadi deb o'ylovlar bo'lgan. Rivojlanib ketyapti-ku, Instagram rivojlanib, blogerlar sohasi ko'payayotganda, keyin menga ham taklif bo'lgan shu o'rtog'im Ibrat qilaylik, Bobur qilaylik deganda menda uyalish bo'lgan. Endi 4 yil o'qib, haqiqatan uni qilamizmi? Blogerlik qilamizmi? San'at institutida o'qib, endi kinoda o'ynashni xohlaydik, hamma kinoda, boshqa joyda. Xullas keyin shu bilan blogerlik sohasiga kirganmiz. Endi unda ham qarshiliklar bo'lgan. 4 yil o'qib bloger bo'ldingmi? Qo'y, boshqa yana o'qigan. Baribir tushuntirganman uydagilarga ham, aya, mana shunaqa bo'lyapti yoki aka, mana shunaqa bo'lyapti. Ular keyin menga podishka qilishni boshlagan. Yaxshi zo'r mana shunday bo'lishingizga, mana shunday erishishingizga masalan oilada sizga oiladami, ko'chadami, jo'radami, qayerdan motivatsiya bo'lgan? Mani ustozim aytganda endi kasb qilib olgan degan, yomon sohada emassan degan. Keyin masalan chet elda mashhur aktyorlar ham qara deyapti. O'zi Instagramda nimadirlar qilishyapti. Masalan, Will Smithlar TikToklar olib yuruvdi-da o'sha payt. Haqiqatan bular Oscar olgan. Biz kimmiz uyalyapmiz dedik. Haqiqatan bu yerda ham aktyorlik faoliyatimizni yurityapmiz-da, aktyorlik shu mahoratimizni ko'rsatyapmiz. Nito ish qilmayapmiz, quruvchilik yoki boshqa narsa, masalan, o'zimizni sohamizdan tashqari ish qilmayapmiz-ku. O'sha vaqtimda degan narsani yig'ishtirdi dedi, o'zingga kasb qil dedi. Agar o'zingga kasb qilsang, jiddiyroq qaraysan, jiddiyroq qaraganingdan keyin boyaga rezultatni ham sezasan dedi. Keyin bolalarga aytdimda, hamma ishni yig'ishtiraylik dedim. Hamma shunga e'tibor beraylik dedimda. Hamma diqqat xayoli shunga bo'lsin dedik. Uje sekin-sekin videolarimiz ommalashishni boshladi, tarqalishni boshladi. Reklamalar chiqishni boshladi. Birinchi reklamamiz chiqib, bu ham motivatsiya bo'lib, keyin yana ishlashni boshlaganmiz. Demak, qattiq mehnatning rezultatlari. Mehnatda. Bo'lmasa bu sohaga o'qiganimiz, tanishganimizga уже 11 yil bo'lyapti o'rtoqlarim bilan-da, komandadagi bolalar bilan. 11 yil ketdi-da shunga. Beraman desa, xudoyim bilib bo'lmas ekan, hech nima emas ekan. Ko'chada odamlar tanishni boshlayapti, u ham yana motivatsiya beryapti. Yana ishlashga anav bo'ladi-da, motivatsiya bo'ldi. Shu mana hozir Peterda yuribmiz siz bilan. Bitta gapni aytaman. Yo eng zo'ri bo'lish kerak. Yo eng pastidagi bo'lish kerak. O'rtasida yurmaslik kerak ekanda. Nima deysiz? Voy, sovuq nimadan yuribdi bular. Aka, endi nima gap? O'zingiz qanday, nima uchun Peterda yashayapsiz, Peterda ishlayapsiz? O'zingizga savol beray. Taqdir peshona. Shu yerda o'qigansiz-a? Rizq nasiba mana shu yerga sochilgan ekan. Odam bilmaydi haqiqatan. Niyatlarimiz boshqa edi. Peterda katta klinikalar ochib, tish doktori, umuman hamma kasalliklar bo'yicha bosh og'rig'imi, tish og'rig'imi, bel og'rig'imi, xullas nima kasalliklar bo'lsa mana shu yerga yurgan yurtdoshlarimiz, nima deydi, musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimiz uchun shunaqangi sharoitlar qilingan. Вообще dahshat. Videodagilar uchun foydali reklama. Shuhrob aka, aynan ushbu klinikangizda qanday xizmatlar ko'rsatiladi musofirlar uchun? Sankt-Peterburg shahrida 3 ta filialimiz bor. Hozir stomatologiyadamiz. Bu yerda tish olish, tish qo'yish, implantatsiya, plombalar, tishga taalluqli hammasi. Undan tashqari mnogo profilli klinikamizda terapevt, kardiolog, lor, urolog, xirurg, ginekolog, xirurg, ayollar uchun ayol vrachlar, erkaklar uchun erkak vrachlar. Детский stomatologiya ham bor. Xuddi детский pediatrimiz ham bor, детский stomatologimiz ham bor, ayol stomatologimiz ham bor. Urolog, xirurg obrizaniya ham qiladi. Xatna amallarni bemalol bajaradi. Agar sizlarga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, akamizni aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Akam hamma tilni biladi. Rus tilini ham, o'zbek tilini ham, tojik tilini ham, hammasini biladilar. Bemalol kelib davolanib ketaverasizlar. Bitta story uchun shuncha odam. Fonchani bitib ko'ring. Bitta story uchun shuncha odam xalaq. Syomkani boshladik. Klinikani syomkasi. Bu yerda boshliqlar, bemorlar, bittasi ich og'rigan, bittasi tish og'rigan, bittasi bel og'rigan, hammasi obrazda. Balyant shifo. Hali, bormi?
Dur nachalnik kelyapti. Dur sharmanda. Dur nachalnik kelyapti. Menga qiyin qoldi. Boshini urmadingmi? Ay, nima boshlandimi? Nima boshlanadi? Qornim og'riyapti. Ha, og'riyapti qornim. Ha, nima bo'ldi yana senga? Upravляющий bo'lsin. Qornim og'riyapti. Doktorga olib kelay. Ruschani bilmaysan-ku, qanday tushuntirasan qornim og'riyapti deb. Qornim og'riganski deyman. Tushunmaydi o'sani. Sanga bordi ko'zdakda o'tgan sentrga chiqqaningda. Hozir bitta salaymi o'tib ketadi. Sen bor non olib kel. Xo'p, bo'la. O'tib ketadimi? O'tadi, ota-bobolarim shunday qilgan. Oy. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun akam bilan yaxshigina Shoil kamping ishlaymiz. Bobur Mansurov kanalida ham ko'rasiz, akamni ham kanalida ko'rasizlar. Hayotiy ko'pchilikka tanish holat. Aynan ana shu musofirda yurgan akalar haqida juda ham yaxshi foydali video bo'ladi, ko'ringlar. Sumbul sochidan kirgan bo'lsang-chi, kamon qoshdan kirgan bo'lsang-chi, alyonadan kirgan bo'lsang-chi, qalay borma og'riq. Ay, kelay. Sovg'a yemadiku. Sen befarosat qora non olib kelsan-da. Qanaqa olib kelishdi? Oq tandirda yopilgan non olib kelish kerak. Ma. Klinikaga ham yetib keldik. Syomkani boshladi yigitlar. Doktor, qayerda bo'lasiz? Farqi yo'q, qayersiz? Aka, biz klinikada tish og'rig'i, bosh og'rig'i, hamma narsalarni Rossiyadagi barcha mablag' yurtdoshlarimizni davolayapmiz. Mashina davolaymiz. Hamma joyim og'riydi, aka. Akajon, bizni klinikada tish og'rig'i. Hamma dardingizga davo topib ketasiz. Yo'q, bilaman, men sizni taniyman. Ya, Twitterda ko'rsinlar. Rossiya qayerda? Sankt-Peterburgda sizni hamma taniydi. Endi bu yerda aytadi, biz Rossiyadagi yurtdoshlarimizni, men Sankt-Peterburgdagi o'zbek yurtdoshlarimizni davolaymiz aka. Siz boshqa gapirishingiz nima bo'ladi? Nima qilasiz? Nos qo'yadi. Sharoitchalari so'rakana balisachani. Olib kelganda san so'rasana. Assalomu alaykum. Kimsiz? Yo'q, tavba qildim, tushunmi, o'ngimmi? Mana Sankt-Peterburgdagi mashhur doktor-ku. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Mehmonimiz Bobur Mansurov. Branshletlar kiydirib qo'ydilar. Bu nima uchun? Bu o'sha islichniga olmasligi uchun, organlarga zarar yetmasligi uchun. Bunaqasini ko'rmagandim o'shdan. Bu yerda kerakli organlar bor. Zarar yetmasligi. Tishni rentgen qilish uchun boshqa joyga zarar tegmasligi uchun. Sizlarni ko'rsatamiz akamga. Ancha bizda endi ish bilan bo'lamiz, boshqa bilan bo'lamiz, tishimizga hech e'tibor bermaymiz-da. Shuning uchun Sankt-Peterburgda akamni oldiga keldik. Apparatni qaraylar, apparat. Buni sotib olganmisiz? Kelar. O'zimiz bo'ldi deymiz, o'shagacha qimirlamasdan turing. Shunday kerakmi? Rentgen qilyapti. Ya, bu siz ishlarimiz ham sifatsizda. Bo'ldi. 8 ta tishim qopti qara. Bobur Mansurov, ishlaringiz juda yomon ahvol. Yomon-a? Nechida 20 ketasizmi? Xohlasangiz shunday dam olishingizni o'tkazib qiling. Ishlaringizni tugating, men 2 kunda chiqarib beraman. Real. Dam olish qilaman. Aka, tish topiladi. O'yinchoqmi? Nima qilardik aka? Mana shu tishga kelganda hech vaqt bo'lmaydi-da. Biz yozib tushuntiraman. Podrobno. Sizda parodontoz ikkinchi stepni, ya'ni milk kasalligining boshlanishiga ancha payt bo'ladi. Bu minimum 3 yil yoki 5 yil oldin boshlangan. Milklarning pastga cho'kishi. Bu parodontoz kasalligi gingivit kasalligining осложненияsi, ya'ni milk kasalligi bo'ladi boshida. Bizga bo'yi patronini aytaman. Stomatologiyada bo'lim ko'p. Terapiya, parodontolog, ortodont, ortoped, terapevt, xirurg, implantolog. Mening kasbim stomatologiyada общий profil.
hammasini tushunaman. O'shaning uchun sizga tushuntirishga harakat qilaman. To'g'ri ma'noda, faqat ular sizni qo'rqitish ma'nosida emas. To'g'ri, aytish kerak-da. Bu parodontoz kasalligi oldin gingivit kasalligi. Bu gingivit kasalligi faqat milkning shamollashi. Bu yoganda qonash yo og'iz bo'shliq hidlanishi. O'sha kasallikni vaqtida davolamaganligi uchun осложнение bo'ladi. Bu уже suyak kasalligiga o'tadi. Shuni hisobiga mana bu suyak qatlami, mana bu oq narsa bo'lsa, bu emal. O'shani bo'yin qismida tabiiy holatda ushlab turishlik jag' suyak. Sizda esa o'shalar cho'kyapti pastga. Bu endi Bobur tishi 60 yoshli odamning tishida, to'g'rimi hozir? Yo'q, bu narx. Tasavvur qiling, tishingiz shunday og'rib qoldi, majbur oldirishga to'g'ri keldingiz. Siz esa har kuni rejalashtirgan ishlaringiz bor. Menga mana shu o'zgarishni to'g'rilash kerak ekan. Ishlarimni. Yo'q, biz o'zbekchilik qilamizda, nima uchun mana shu oddiy narsalar sizga hozir oddiy, oson uchun qildirmayapsiz. Qachon? Mana qachon shu bezovta qilgandan keyin endi просто mana 2 kun menda ko'y, ertaga chiqamiz naryoqda, keyin yana bir ikkita syomkalar bor. Shularga ulgurmay qolaman-da. Sog'liq sizga bo'ladi. Avvalambor rahmat. Haqiqatan javob beradigan bilyapsiz, doktor. O'qitib o'raman o'zimni deyapti, tishimni ko'rib. Qo'rqishim mayli, bir o'qitib o'raman tishimni. Qilib beraman desam aytyapti, men dedi, aylanishim qolib ketadi, ko'cha qolib ketadi. Endi O'zbekiston ahvoli oldida Toshkentda qildiradi-da. Mana aka ertaga xudo xolasa mana kelaman. Fonni noldan boshlaymiz. Ertadan olib kelaman. Oshqozonni tekshirib turaman. Keyin akam bichini qilib beradi. Mana endi men deb turib. Toshkentda lekin sizga duosin, sizga o'qib. Borgandan shug'ullaning buni. Siz har kuni chiqasiz. Sizni bu hayotingiz. Aka, nanadan doktorni topib qolaman, doktorlar bor. Olib beraman Toshkentga. Toshkentga ham aloqalashtirib gaplashtiraman-da, masalan, topgan doktorimni aka, bitta tushuntirib yuboring deyman, nima bo'lganiga. Yo'q, topib beraman o'zining kanallari. Yaxshisi bormi? Ish deymiz, lekin sog'liqqa e'tibor bermaymiz. Bu tana bilinmaydi qarayotgan, lekin ichki organizm qarayotganini mana shu faqat doktorlar bilib beradi-da. Brilliant qo'ymadinglarmi mitoga? Brilliantgacha bor. Brilliantgacha. Bu tishlarga brilliant qayerda? Yoqimli ishtaha? Diyeta. Dietada. Dietический-da? Dietический. Oldindan keyin ovqat yemaymiz. Diyeta bo'ldi, ha. Shuni 3 oydan beri diyeta deyapman-da. Keldim, 2 kundan beri vaqt buzildi. Menga ustozim 1 kunga ruxsat bergan, chekmayga 1 kunga. 3 kun bo'ldi. Yana 2 kun bor. Endi 1 yil diyetaga tiqmasa bo'ldi, ish qilib borganim. Musofirchilikda diyeta normal. Biz komanda shu yerda. Aslon, qandaysiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xush kelibsiz Twitterga. Rahmat. O'zbekiston ham ikkinchi uyimiz bo'lib qoldi aka. Tishimni qachon berasiz? Ertaga? Ertaga. Вообще по-моему. Сюда, пожалуйста, не выходите. Мы вот резко кого-то обгоняем, постоянно останавливаемся резко. Это очень опасно. Борта, судная нож, пожалуйста, в городе. Ichmanglar, chakmanglar deyapti. По сигаретам, мы не курим на сигареты. AX bor ekan. Давай. Qani? Sizdan. Boshlayman. Qani. Uychalar, ichida uychalar. Nimadirda o'tdi? Sanuzel. Sanuzel imam turma bor. Ichkarida yana bir odam bor. Bu necha pul turadi? Necha pul turadi mana shu? Ana qara. Soat 6 emas, o'zi. Yaxtan o'zi. 500 ming dollar bormi? Yo'q, ziyodroq tushadi, bu olib ketishga berdi. Nima bu 500 ming dollar tushadi. Taxminan 1 million. Mana bortdan chiqsa bo'lar ekan, aylansa bo'lar ekan. Вообще ishlari mana. Oldidan ko'rsataman. Mana oldidan yigitlar yuqorida. Вообще super, просто bomba. Ob-havo zo'r. Haydayring aka. Короче, вот серьезный аппарат полный.